tadbirkorlar bilan ochiq va samimiy muloqot natijasida paydo bo'lgan. Tadbirkorlik subyektlariga ko'mak kerak. Ishlab chiqarish jarayonida tabiiyki muammolarga duch keladi. Ba'zan kommunalniy muammolar bo'ladigan bo'lsa yoki kadastr bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda kengashda ta'sir doirasi qanday? Tadbirkor bo'lib, tadbirkorning muammosini ko'tara oladi, yechimini bera oladi. Albatta o'sha muammoni mohiyatini ham to'g'ri tushunadi. Kattaqo'rg'onlik 21 yoshlik yigit ikkala qo'li ham yo'q, protez uchun pul so'rab murojaat qildi. Shu protez bilan stakanda turgan suvni olib ichdi. Kengashga a'zolik qanday bo'ladi? O'zim ishim ko'p, vaqtim yo'q desa, u kengashga a'zo emas. Eng katta tarixga qoladigan tashabbuslardan biri bu Samarqand shahridan oqib o'tadigan Siyobcha kanalining bo'ylarini obodonlashtirish. Tadbirkorga har doim ham sirini ocha olmaydi, unday olsa to'g'rimi? Hech qaysi tadbirkor o'zining muammosi bilan boshqa tadbirkorga bormaydi. Men so'radim, nima uchun a'zo bo'lmoqchisiz? Bittasi aytdiki, men yoshligimda shu tadbirkorlar bilan yonma-yon turishni orzu qilganman. Faoliyatidagi bir-birini takrorlanishlar bo'lib qolmayaptimi? Farqimiz o'sha manzillik va faoliyatimizning chegaralari. Samarqandda ishlab chiqarilgan mahsulotlar katalogini tuzdik. Hattoki kengash a'zolari ko'p mahsulotlarni Samarqandda ishlab chiqarishdan bexabar edi. O'zimizni shiorimizni ham biz belgilab olganmiz, birgalikda yaxshi o'zgarishlar sari deb. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz O'zmed loyihasini yo'lga qo'yganmiz. O'zmed bu viloyatimizda sanoat salohiyatini, ishlab chiqarish salohiyatini, eksport salohiyatini bir ko'rsatib beradigan yaxshi bir loyiha hisoblanadi. Ushbu loyihada bu yil ekspert fikri rukunini tashkil qildik. Tadbirkorlar uchun manfaatli bo'lgan intervyularni tashkil qilib boramiz. Tadbirkorlarimiz uchun eng muhim bir manfaatli bo'ladigan intervyu deb e'tirof etsak bo'ladi. Bugungi intervyumizda, bugungi suhbatdoshimizni tanishtirib o'tsam, Samarqand viloyat tadbirkorlar jamoatchilik maslahat kengashi raisining o'rinbosari, iqtisod fanlari doktor professor Ibragimov Nozir Aliyevичni taklif qilganmiz. Nozir Aliyevich, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Respublikada Samarqandda sanoat salohiyati ham, eksport salohiyati ham alohida o'rin tutadi. Tadbirkorlarimiz tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarida, faoliyati jarayonlarida bir qator yutuqlar bilan birgalikda to'siqlarga ham duch keladi. Qariyb 5 yilga yaqin bo'ldi adashmasam. Tadbirkorlar jamoatchilik maslahat kengashi tashkil etilgan. Avvalo shu kengash haqida, kengashning faoliyati haqida suhbatlashsak. Nozir Aliyevich, avvalambor shu kengash tashkil etilish tarixi haqida bir fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Har qanday mamlakatning rivojida sanoatning roli alohida. Mana o'zimizning mustaqillik yillariga e'tibor qilsak, ayniqsa oxirgi 9 yilga e'tibor qilsak, agar boshqa sohalar, jumladan qishloq xo'jaligi, katta qism aholimiz band bo'lgan sohaga qarasa agar u 3-4% o'sgan bo'lsa, sanoat 6-7% o'sishni ta'minlagan. Shuning uchun davlatimiz rahbari sanoat o'sishiga, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga katta urg'u berib kelganlar. Bu yo'nalishda bir qator qarorlar, farmonlar qabul qilingan. Ularning ijrosi ustida ishlagan paytda biz shu narsani sezdikki, tadbirkorlik subyektlariga ko'mak kerak. Ko'mak maslahat tarzida o'zlarining muammolarini o'rtaga tashlab, uni yechimini qidirish. Shunda viloyat hokimi Erkinjon Oqto'yevga taklif berib, shunaqa uchrashuvni qilsak deganimizda, albatta u kishi darrov qo'llab-quvvatladida. Biz 2021-yil pandemiyadan keyin iqtisodiyot faoliyatlari boshlanish paytida tadbirkorlarni taklif etib, ularni qanaqa muammolar bezovta qilyapti, ularning yechimlari qanday deganda, shu muammolarning ko'pligi, ularning serqirraligi va vaqti bilan takrorlanishi mana shu vaqti bilan to'planishga zaruriyatni va to'planganda ham shu viloyat rahbari, hokimi ishtirokida bo'ladigan bo'lsa, yechimlar tezroq bo'ladi degan masalani qo'yishdi tadbirkorlar va biz har 2 oyda bir marta to'planishni va mana shu jamoatchilik asosida bu maslahat kengashi deb e'tirof etdik. Mana shu 2021-yil 22-iyundagi yig'ilishda tadbirkorlar o'zlari erkin ovoz berib, shu kengashni raisni saylashdi. Navobod naslli parranda fermer xo'jaligining raisi O'roqov Haydar Muhammadiyevich rais deb saylandi. Mana shundan buyon bu kengash faoliyat ko'rsatib kelyapti. Mana 5-yili ketyapti. Tadbirkorlar manfaatdor. Yig'ilishlarimiz sermazmun, ko'p ishlar qilindi. Men o'ylaymanki, bundan keyin ham
qiladigan ishlarimiz ko'p. Demak, bu qanaqadir bir tadbirkorlar bilan ochiq va samimiy muloqot natijasida paydo bo'lgan bu. Albatta. Bu respublika miqyosidagi bir tashabbusmi yoki Samarqand viloyatining tashabbusimi? Bu Samarqand viloyatining tashabbusi bo'ldi. Chunki bizning tadbirkorlarimiz, yirik tadbirkorlarimiz butun respublika bo'yicha ishlashadi. Ular muammolarni chuqurroq bilishadi va ular mana shu norasmiy davra suhbati shaklida ochiq fikrlarni bildirish lozim deb topishdi. Chunki tadbirkorlik muhiti har bitta viloyat uchun, jumladan Samarqand uchun ham muhim. Biz tadbirkorning dardi bilan qancha ko'p yechim qidirsak, u tadbirkor o'z izlanishda to'xtamaydi, rivojlanishga intiladi. Bu Samarqand viloyat tashabbusi. Oradan 4 yil o'tibdi. Aytyapsizki, tashabbusdan keyin bu tizimli yo'lga qo'yilib ketdi deyapsiz. Bu boshqa bir tadbirkorlar bilan uchrashuvdan asosiy farqi nimada? Aytaylik, holatlarda mana shunday bir rasmiy uchrashuvlarda tadbirkorlar o'zini dardini, o'zini muammolarini aytishdan biroz tortinib turadilar. Aynan kengashning faoliyati bundan nimasi bilan farq qiladi? Farqi bu birinchidan erkinlikda, ikkinchidan bu kengash yig'ilishda katta kichik degan masala yo'q. Biz kengash a'zolari va taklif etilganlar orasida yosh tadbirkorlar ham bor, tajribali yirik tadbirkorlar ham bor. O'zining ixtiyorida 50-60 odam ishlayotgandan hattoki 20 minggacha ish o'rinlari barpo etgan tadbirkorlar ham bor. Mana bu erkinlikka chorlaydi. Yosh tadbirkorlarni ruhlantiradi. G'urur hissi ham shu yerda bor, chunki tadbirkorlarimiz, ayniqsa yosh tadbirkorlarimiz Samarqanddagi yirik tadbirkorlar bilan hattoki ko'chada ko'rishmagan, nima qilmagan. Mana bularni birga bir davrada o'tirib suhbat qilishi, muammolarni qo'yishi bu albatta ular uchun imkoniyat va tajriba almashish maydonchasi ham. Kengash faoliyati hokimiyatga o'xshagan bir rasmiy tashkilotga aylanib qolmayaptimi? O'sha oldingi ochiqlik, samimiylik va erkinlik ruhi hozir ham bormi? Endi bunaqa xavf har qanday tashkilotda bor. Bizlar shunaqa tarkibga aylanmaslik uchun o'z har bitta yig'ilishlarimizni, uchrashuvlarimizni tayyorlaymiz. Tadbirkorlik subyektlariga chiqib ularning muammolarini aniqlaymiz. Ba'zilarini joyida hal qilinadi, ba'zilarini kengashga ko'tarib chiqamiz. Va albatta tadbirkorlarga kerakli viloyat tashkilotlarini taklif qilamiz. Ko'pincha biz ishtirokchilar taklif etilganlar qatorida elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti boshqarmasi, suv ta'minot, kadastr xizmatlari, soliq boshqarmasi, bojxona boshqarmasi, bu tashkilotlarga tadbirkorlarning murojaatlari ko'proq bo'ladi va ularni taklif qilganimizda ko'p masalalar joyida hal bo'ladi. Mana shu davlat idoralariga aylanmaslik xavfi yechimlarni tezkor berish va manzilli nazoratga olish bilan farqlanadi. Muhtaram yurtboshimiz tadbirkorlarga yaratgan sharoitlarda shu narsa bizga qulay keldiki, tadbirkorni dardi bilan har qanday davlat idorasiga murojaat qilsangiz birortasi yo'q demaydi. Mana bu kengashda asosiy quroli. Mana shu qaysi masala bo'yicha chiqilgan bo'lsa, hatto kengash yig'ilishlari orasida ham muammo bo'ladigan bo'lsa, biz viloyat tashkilotlariga o'sha tadbirkorni muammosi bilan chiqib yechimni qilib beramiz. Yechimini deganimizda o'sha tashkilotga muammoni qo'yib, o'shani yechimga ko'mak berishni, tadbirkorni muammosini uni ishlab chiqarishi, to'xtamaslik, agar nizo kelib chiqadigan bo'lsa, o'shani kelishuv yoki misol uchun jarima bo'ladigan bo'lsa, o'shani hozir mablag' bo'lmay tursa kechiktirib to'lash imkoniyatini, har xil imkoniyatlarni muhokama qilib, tadbirkor foydasiga hal qilishga harakat. Kengashning raisi saylanma organ hisoblanadi, to'g'rimi? Shunday. Tadbirkorlar tomonidan bir ovozdan saylanadigan Shunday. inson. Bu ham bo'lsa qanaqadir bir tadbirkorlar o'rtasida bir yaqinlikni olib keladigan bir jihat, to'g'rimi? Albatta, raisni bular tadbirkorlarimiz o'zlari saylashgan. Raisimiz o'zi ham tadbirkor, ko'p tarmoqli fermer xo'jaligining rahbari, eksportyor, taniqli tadbirkor. Shuning uchun qulay tomoni tadbirkor bo'lib, tadbirkorning muammosini ko'tara oladi, yechimini bera oladi. Albatta, o'sha muammoni mohiyatini ham to'g'ri tushunadi. Albatta. Va o'zida ham his ko'radi bu narsa. Shunday. 5 yilga yaqin faoliyat boshlanibdi kengashning. Samaradorligi qanday bo'lyapti? Biron bir misollarda keltira olasizmi? Samaradorlik. Albatta bu samaradorlik bo'lishi kerak. Kengash agar
manfaat keltirmasa rivojlanmaydi. Birinchidan mana shu biz kengashda yoshlarni tadbirkorlikka ruhlantirishni boshladik. Oliygohlarda talabalar tomonidan yaratilgan startap loyihalarini muhokama qilishni boshladik. Har bir kengashimiz yig'ilishida 2-3 ta startap loyihasi, ba'zilarini o'sha kengash tomonidan tashkil qilingan fond orqali, ba'zilarini bevosita tadbirkor o'zi kengashda bu taqdimotni eshitib, o'ziga taklif qilib, o'zining korxonasi tomonidan moliyalashtirib o'sha startap yo'lga qo'ygan hollari. Mana shunaqa loyihalarimizdan 19 ta 4 yil mobaynida moliyalashtirdi yoshlar startaplar. Ijtimoiy loyihalar. Albatta, tadbirkor avvalambor u inson. Qo'lidan kelganda yordam qo'lini ham vaqt cho'zadi. Viloyat hokimining qabullarida murojaat bo'lganda, Kattaqo'rg'onlik 21 yoshli yigit, ikkala qo'li ham yo'q, shu protez uchun pul so'rab murojaat qildi. Bu protez faqat xorijda tayyorlanar ekan. Qandaydir o'zini ayrim ishlarni qila olish imkoniyatini yaratish uchun shunaqa protezlar bor ekan, nomi bioprotez, biometrik protez. Mana bu protezlarning narxi Germaniyada murakkabligiga qarab 10 ming yevrodan boshlanar ekan. Keyin biz mana shu kengashimiz tomonidan yoshlarga murojaat qildik. IT parkda bormi shuni qila oladiganlar, shuni tomonga intiladiganlar. Ikkita guruhga chiqdi. Bizlar qila olamiz deb, shulardan ishlariga qarab bitta guruhni tanlab, biz dastlabki bitta protezni tayyorlashni moliyalashtirdik. Endi yosh yigit o'zining komandasi bilan bioprotez tayyorlandi. Faraz qiling, shu yigit shu protez bilan mana shu stakanda turgan suvni olib ichdi. Bu paytgacha bunaqa ishni qila olmasdi. Ikkala qo'li ham yo'q. Haqiqiy qo'l bo'lmasa-da, lekin qo'lda muayyan bir vazifasini bajaryapti. Keyin takliflar berdik. Yana sal chuqurroq ishlash, shu stakan sirg'anmaslik kerak, funksiya ushlashi sal qattiqroq bo'lishi kerak. Bular hammasi shu dasturiy ta'minot orqali qilinadigan ishlar. Va albatta bu ish davom etdi. Bizlar ham buni takomillashtirib, ham yana ko'proq mijozlarga yordam berishni fikrini berdik. O'rgansak, viloyatda shu qo'li avtohalokatdan boshqa sabablar bilan 87 kishi bor ekan. Bizlar tavsiya berdikki, demak, mana shu dasturiy ta'minotni, mana shu loyihani takomillashtirishimiz kerak. Shu jamiyatni faol a'zolariga qaytarish masalasida biz yana 5 ta bioprotezga buni moliyalashtirishga mablag' ajratdik kengash qarori bilan. Hozir shu 5 ta mijozga bioprotez tayyorlanyapti. Bu bizning muhim ijtimoiy loyihalarimizdan bittasi. Mana shu kengash a'zolari mana shu jarayonning bir qismi. Xayriya deysizmi buni, ko'mak qo'li deysizmi? Endi yana bir loyihalarni biz nazarda tashlasak, mana o'zimizni Samarqand televideniyasi hozir hamma joyda raqamlashtirish jarayonlari, dizayn, bular hammasi mana shu zamonaviy studiyani talab qiladi. Bizlar televideniyada murojaat bo'lgandiki, bizlar mana shu qiynalyapmiz, eshittirishlarni qilishda bir xillik holatlari bo'lyapti. Shuni agar tadbirkorlar yordam bersa, biz o'sha nimani qo'yib berardik. Tadbirkorlar uchun eshittirishlarni, ko'rsatuvlarni ko'paytiraylik deb tadbirkorlar bu loyihaga ham ovoz berib, hozirgi kunda Samarqand televideniyasi studiyasi eng zamonaviy LED ekranlar, chiroqlar bilan bezatib, yana qo'shimcha 3 ta turkumdagi teleko'rsatuvlarni tadbirkorlik uchun eshittirishyapti. Va albatta bizning kengashimiz a'zolarining eng katta tarixga qoladigan tashabbuslaridan biri bu Samarqand shahridan oqib o'tadigan Siyobcha kanalining bo'ylarini obodonlashtirish. Zarafshon tekstil korxonasida 2022-yil dekabr oyida bo'lgan kengashimizda tadbirkorlarimiz ovoz berishdiki, mana shu bizlar tarixiy bir ish qilsak, mana shu Siyobcha kanalining atrofini obodonlashtirsak, shunda aholi foydalanadigan, keyinchalik sayyohlar yuradigan yo'laklar, piyodalar yo'laklari, velosipedlar yo'laklarini qilsak degan taklif bilan chiqildi. Mana hozirgi kunda u amalga oshirildi. Tadbirkorlar shu yo'llar, kanal bo'ylarini bo'lib olishdi. Taxminan har bitta tadbirkorga 500 metrdan 2 kilometrgacha to'g'ri keldi. Mana hozirgi kunda Siyobcha kanalining o'sha Konigil qishlog'idan yaqin lagergacha bo'lgan uchastkasining atrofida ham piyodalar, ham velosipedlar yo'laklari tashkil qilinib, atrofdagi noqonuniy qurilmalar va Siyob kanaliga iflos suvlarning to'kilishini oldi olindi.
ham savob ish qilindi, ham tarixiy keyinchalik rivojlanadigan sohil bo'ylari uchun, loyihalari uchun sharoit yaratildi. Mana bu yana bitta namuna shu kengashimiz a'zolarining tashabbusi bilan qilingan va davlat byudjetidan biron so'm sarf qilinmasdan tashkil qilingan loyiha. Kengashga a'zolik qanday bo'ladi? Hamma tadbirkorlar kengashga a'zo bo'la oladimi yoki biron bir muayyan talablari, qoidalari bormi? Talablarning eng asosiysi faol tadbirkor bo'lish. Atrofdagi o'zgarishlarga befarq bo'lmaslik, kamchiliklarga befarq bo'lmaslik. Bu nimada ko'rinadi? Mana shu kengashlarimizni uchrashuvlaridagi faollikda. Yo bu meni ishim emas, o'zim ishim ko'p, vaqtim yo'q desa, u kengashga a'zo emas. Hozir kengashda tarkibida soni qancha? Hozir 64 ta a'zomiz bor. Ularning katta qismi haqiqiy a'zo. Ular mana shu faoliyatda olib borilayotgan ishlarga moliya ajratishadi. Moliya ajratish imkoniyati bo'lmaganlarni ham biz chaqiramiz. Faqat bitta farqi, haqiqiy a'zolar ovoz berish huquqiga ega bo'ladi. Shu yerda bir aniqlik kiritib ketsak, haqiqiy a'zo qanday-yu yoki ma'lum bir kengashda a'zoligining soni cheklanganmi? Yo'q, a'zolik cheklanmagan. Biz cheklaganimiz yo'q. Har bir kengashimizda 2-3 ta murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bizlar a'zolikka qabul qilish uchun tavsiya etamiz. Ularning haqida axborot beriladi. Kengash a'zolari qabul qilish yoki qilmaslik haqida ovoz berishadi. Hozircha hech kimni qaytarganimiz yo'q. Hammani qabul qilyapmiz. Mana shu keyinchalik ularga o'zining tadbirkorlik faoliyatining katta kichikligiga qarab to'lov uchun, ko'chirma uchun murojaatnoma beriladi. Imkoni bo'lsa o'tkazilgandan keyin u haqiqiy a'zo bo'ladi. Bo'lmasa, to'lamasa ham bizlarning yig'ilishlarimizga bemalol ochiq ishtirok etib, o'zining masalasini qo'yib, muammolarni ko'tarish haqqi bor. Ishlab chiqarish jarayonida tabiiyki muammolarga duch keladi. Ba'zi kommunalniy muammolar bo'ladigan bo'lsa yoki kadastr bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda kengashda ta'sir doirasi qanday? Muammoni yechimi yuzasidan. Yechim yuzasidan mana shu viloyat hokimi ishtirok etgan paytda muammolarga qarab mutasaddi viloyat tashkilotlarga topshiriq beriladi. Bizlar uni bayonda aks ettiramiz. Ma'lum muddat so'raydi u. O'sha muddatda bajarishni nazoratga olamiz. Talab qilamiz o'shani ijro qilish bo'yicha. Bu mana shu mexanizm shunaqa. Ba'zilar o'sha joyini o'zida hal bo'ladi. Tadbirkor bilan o'sha mutasaddi rahbarni uchrashtirib qo'yib, ertaga endinga falon vaqtda kelib o'sha narsani hal qilish nimasini biz uni monitoringini olib boramiz. Tadbirkorlarning asosiy bir ko'makchisi sifatida nodavlat tashkilotlarni bir yagona nodavlat tashkilotlar e'tirof etib kelamiz doim. O'zbekiston Savdo sanoat palatasini, uni joylardagi hududiy boshqarmalari ham mavjud. O'sha Savdo sanoat palatasining faoliyati bilan agar nazar tashlaydigan bo'lsak, kengashning faoliyati qanaqadir bir o'xshashliklarni ko'ryapmiz. Faoliyatidagi bir-birini takrorlanishlar bo'lib qolmayaptimi? To'g'ri, buni sezgansiz. Chunki mana shu biz qilayotgan ishlarning hammasi Savdo sanoat palatasining funksiyalarida bor, ustavda bor, kun tartibida bor. Farqimiz shundaki, biz o'zimizni palata o'sha hududdagi hamma tadbirkorlar bilan ishlasa, bizlar asosan o'zimizning a'zolar bilan ishlaymiz. Manzilli, samarali. Men o'zim shaxsan aksariyat korxonalarning joyiga chiqib, muammolarni o'rganib, yechimini qidirishga harakat qilamiz. Shuning uchun farqimiz o'sha manzillik va faoliyatimizning chegaralanganligi. Samara bo'lsin deb. Albatta biz savdo sanoat palatasi bilan hamkorlik qiladigan joylarimiz juda ko'p. Bizlar palata tashkil qilayotgan tadbirlarga o'zimizning a'zolarimizni jalb qilamiz. O'zimiz ishtirok etamiz. Ularni tadbirlarga ko'proq mazmun berishga harakat qilamiz. Takliflarimiz bilan chiqamiz. Savdo sanoat palatasi ham ko'p ish qilyapti tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha. Bu shunchalik keng soha-ku, bunaqa tashkilotlarga hamma vaqt ish bor. Mana hozir sohalar bo'yicha uyushmalar tuzilgan. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan yangi soha sifatida metallurgiya uyushmasi tuzildi. Oldin yo'q edi bu narsa. Demak, o'sha faqat metallurglarning muammosini ko'tarib chiqadi. Manzillik. Bizlar ishimiz ham manzillik. Shu a'zolarimiz va albatta u palatada ham bizda ham umumiy tadbirkorlik muhiti bor. Qaysi muammolar tizimli, ularni qanday qilib yechish kerak? Viloyat hokimi orqali respublika tashkilotlari oldida tizimli muammolarni qo'yish imkoniyatimiz bor. Bejizga shu maslahat kengashi deyilmagan ekan, o'sha joyda o'zida hattoki tadbirkorlarni o'zidan ham tashabbus chiqib, shu muammolarni tizimli hal etilishiga, demak, zamin bo'lyapti, to'g'rimi? Buni har safar uchrashib turish tartibi qanday?
biron bir manzilli rejalari bormi yoki oyda bir martami, qachon qanday bir maslahat uchrashuvlari bo'lib turadi? Endi bizlar qattiq reglament buni qilmaganmiz. O'rtacha 2-3 oyda bir marta to'planamiz. Kengashimizni a'zolariga manfaat beradigan yo'nalish shuki, aynan u yoki bu tadbirkorlik subyektida bo'lish. Yig'ilishlarimiz shahar idoralarida bo'lmaydi. Bu ham bir erkinlik muhiti. Bu ham erkinlik muhiti. Va eng ko'p misol uchun tadbirkorlarga manfaat beradigan tajriba almashish. Misol uchun mana hozir hayotda kuzatishimiz bo'yicha hech qaysi tadbirkor o'zini muammosi bilan boshqa tadbirkorga bormaydi. Tajriba almashish uchun ham bormaydi. Lekin biz shunaqa muhit qildikki, u yoki bu korxonani ilg'or tajribasini kengash orqali namoyish etish. Mana kengashlarimiz shu paytgacha qarib 20 marta bo'lgan bo'lsa, 20 ta tashkilotda bo'lganmiz. Har bitta tashkilotning o'ziga afzallik tomoni bor. Mana misol uchun Sam Antep gilamchilik korxonasini olsak agar, bu korxonada raqamlashtirish juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Boshqaruvda vazifalar taqsimoti, optimallashtirish, o'quvlar, yosh kadrlarni tarbiyalash yaxshi yo'lga qo'yilgan va biz kengashimizning bitta yig'ilishini shu korxonada o'tkazganda korxonaning o'zini ishlab chiqarish, boshqarish jarayonlarini ko'rish bilan birgalikda bu mutaxassislar mana shu tajribani aytib berishdi. Har kim ham qilmaydi buni ishni. Tadbirkorga har doim ham sirini ochavermaydi-da, unday olsa, to'g'rimi? To'g'ri. Uncha sir emas, lekin tortinish bor, imkoniyat chegaralangan bo'lishi mumkin. Lekin biz bu yerda shunaqa vazifa qo'yganmizki, ochiqchasiga tajribani almashtirish. O'sha ishlab chiqarish qanday tashkil qilingan? O'sha yerdagi texnika xavfsizligi, mana bu bezaklar, stanoklarni joylashtirish, maxsus kiyimlar, ko'p masalalar bor. Tadbirkor bir ko'rgandan buni nima qiladi? Anglab yetadi. Mana shu bir yangi a'zolarimizdan bittasi murojaat qilganda men so'radim, nima uchun a'zo bo'lmoqchisiz? Bittasi aytdiki, men yoshligimda shu tadbirkorlar bilan yonma-yon turishni orzu qilganman. Yana bir yosh kattarog'i nima qiladiki, men endi ishlab chiqarishimni rivojlanyapman. Men tajriba olishim kerak. Men ulardan fikr olishim kerak, g'oya olishim kerak. Shuning uchun demak, o'zaro manfaatdorlik bor. Bor. Shunchaki bu kengashga tadbirkorni majburan sen shunga kengashga a'zo bo'lishing kerak ekan degan bir undovi yo'q. Yo'q. Bu hammasi zarurat ham yo'q. Hammasi o'zini xohish istagi bilan albatta kelyapti. Muhit tashkil qilingan, bizda mana shu o'tirishimizda ham davra suhbatda o'tiramiz. Erkin hammaga so'z beriladi. O'rtacha yig'ilishimiz 2-3 soat ketadi. Hech kimni chegaralanmaymiz, hammaga so'z beramiz. Albatta hamma fikrlar qayd etiladi. Qaysilarnidir biz o'zimizni keyingi uchrashuvlarimizda boyitish uchun ishlatamiz. Qayerdadir masalaning yo'nalishiga qarab o'zimizni tavsiyalarimizni ishlab chiqamiz. Mana hozir ko'proq kadr masalasi hamma joyda muhim, hamma korxonalar uchun. Hatto ba'zi ixtisosliklar, mutaxassislar o'zimizda bo'lmaganligi uchun chetdan olib kelyapmiz. Katta narxga, katta tashvishlar bilan xorijdan mutaxassislarni olib kelish uchun uning qariyb 2 barobar yuqori oyligidan tashqari uni yotog'i, yo'l kirasi, vizasi, ko'p masalalar borki, korxonaga ancha qimmatga tushadi xorijiy mutaxassislarni ishlatish. Biz shuning uchun hozir mana shu oliy ta'lim muassasalari bilan tadbirkorlar o'rtasida ko'prik bo'lyapmiz. Biz mana shu kengashimizning bitta yig'ilishini maxsus mana shu dual ta'lim elementlarini viloyatda rivojlantirish, qanday qilib tadbirkorning ehtiyojiga qarab kadr tayyorlash, bitiruvchilar qanaqa bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak, uning uchun nimalar qilish kerak, shularni muhokama qilganmiz. Bu muhokamalar davom etyapti. Men o'ylaymanki, bizning yana yutuqlarimizdan bittasi Samarqandda tadbirkorlar stipendiyalari e'lon qilindi. Meros Farm korxonasi nafaqat tibbiyot universiteti bitiruvchilarini o'zini ishga taklif qiladi, undan tashqari mana shu oliygohda o'qiyotgan iqtidorli talabalar uchun 15 ta stipendiya e'lon qilingan, korxonaning stipendiyasi. Navobod naslli parranda korxonamiz veterinar meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universitetining 4 ta kafedrasini filialini o'zida ochib, shu har bitta yo'nalish bu agronomiya, veterinariya, menejment, yana bitta mutaxassislik bo'yicha 4 ta yo'nalishga 2 tadan 8 ta stipendiya e'lon qildi. Ma'nosi nima? Ma'no o'sha iqtidorli talabani qo'llab-quvvatlash. Bu faqat nima berish emas, biz mana shu dual ta'limda, ya'ni amaliyotda bu talaba qanday o'tyapti? Akademik natijalardan tashqari o'sha amaliyotdagi ishtirokini ham korxona baho beradi. Universitet tavsiyani bergandan keyin
korxonaning o'sha yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislari bu talabaga baho berishadi. Shundan keyin unga stipendiya tayinlanadi. Bu albatta talabalar uchun motivatsiya. Bu birinchidan, ikkinchidan amaliyotni chuqur o'rganish. Ko'plar shu amaliyot paytida shu korxona bilan ishlab ketgan hollari ham bor. Havas uyg'onib, u yerdagi innovatsiyani, u yerdagi texnologiyalarni ko'rib, u yerdagi ichki muhitini ko'rib, o'sha yerda qolib ketishga harakat qilgan. Bu ham yaxshi. Mana kengashlarimizdan bittasi Biogomusni samarali tayyorlash texnologiyasi startapini tavsiya qilgan tadqiqotchini Navbat naslli parranda o'ziga moliyalashtirishni bo'yniga olib, keyinchalik hozirgi kunda shu tadqiqotchi shu korxonada ham ishlayapti, ham ilmiy ishini davom ettiryapti. Bu endi ilmiy ish qilayotgan olimga juda ham katta bir ham iqtisodiy ko'mak, ham bir tajriba maydonchasi hisoblanadi. Bu yaxshi natija beradi menimcha. Chunki hozir o'zingiz ham olimsiz, olimga har doim ham ruhiy tirgak ham kerak, iqtisodiy ko'mak kerak, tajribalarini muntazam qo'yib borish uchun bir tajriba maydonchasi kerak. Bu hammasi bir joyda o'tyapti. Shunday, mana hozir korxonalarimizda eng katta kadr muammosi bu malakali buxgalterlar. Shu korxonaning rahbariga maslahat beruvchi, yana mana shu tizimli raqamlashtirish. Shulardan bittasi 1S degan dastur bor. Mana shuni joriy qilish, shuni o'qitish masalasi. Ko'p talabalar shu narsani bitirganda bilmaydi. Korxonada bu dastur o'rnatilgani ishlayapti. Kelganda u qo'lsiz, qurolsiz bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu kengashimiz tashabbusi bilan 1S Rossiya xalqaro korxonasiga murojaat qildik. Ularni ko'magi bilan o'qituvchilarni tayyorladik. Ikkita yo'nalishda. Bittasi mana o'zimizda axborot texnologiyalari Toshkent universitetining filialida, Samarqand filialida shu 1S dasturini ishlab chiquvchilar va o'rnatuvchilar o'qitildi. O'qituvchilarni Iqtisodiyot va servis institutida buxgalteriya hisobini 1Sda ishlash o'qituvchilarini malakasini oshirdik. Ikkalasida ham o'zining bilim darajasini baholaydigan sertifikatlari bor. Ularni tashkil qildik. Endi mana bugungi kunda mana shu o'qigan buxgalterlar hozirgi kunda Samarqandda turib Rossiya korxonalariga buxgalteriya xizmatini ko'rsatishyapti. Mana bugungi kunda Samarkand Business Advisors korxonasi 51 ta Rossiya korxonasiga buxgalteriya xizmatini ko'rsatyapti. Xizmatlar eksporti. Va shu bilan birga biz hozir mana ham oliygoh o'quv dasturlariga 1Sni kirityapmiz. Buning uchun maxsus xonani jihozlab, o'sha yerda onlayn, offlayn обучениeni o'qitishni joyda tashkil qilish kengaytiryapmiz va bu tadbirkorlarimiz uchun katta ko'mak. Tadbirkorlarga tayyor buxgalterlarni biz tayyorlab bersak, ularning iqtisodiyoti uchun ancha katta ko'mak bo'ladi. Mana bu ham kengashimizning loyihalaridan bittasi. Juda quvonarli holat. Nozir Aliyevich, mana shu tadbirkorlik, jamoatchilik maslahat kengashining huzurida fond ham bor ekan, yangi Samarqand fondi. Shunday. Shu haqda ham bir to'xtalib o'tsangiz, bu qanaqa fond, mablag'lari qanday shakllantiriladi va qanday maqsadlarga yo'naltiriladi bu mablag'lar? Biz kengashni boshlagan paytda fondni nazarda tutmagandik. Biz mana shu uchrashuvlarimizda tadbirkorlarning muammosini yechim bo'yicha ishlaymiz deb, tadbirkorlarimizni o'zlaridan mana shu kengashimizni ikkinchi yig'ilishida mana bu SXF bizda rivojlangan qurilish tashkilotining rahbari Zafar aka To'rayev taklif qildilarki, bizlar atrofdagilarga ko'mak berish imkoniyatimiz bo'lishi uchun o'zimizning pulimiz bo'lishi kerak, mablag'imiz bo'lishi kerak. Biz pul ajratadigan bo'lsak, qanday qilib ishlatamiz, qanday maqsadli foydalanamiz? Taklifni tushganda biz shunda o'rtaga soldikki, bo'lmasa nodavlat notijorat tashkilotni tashkil qilamiz va shu tashkilot orqali tushgan pullarni maqsadli sizlarning kengash a'zolarining ruxsatlari bilan, ularning tavsiyalari bilan ishlatiladi. Shunda biz mana shu nodavlat notijorat tashkilotni tashkil qilish uchun Adliya boshqarmasiga ariza berdik. Bu 2021 yil 1-dekabrda Adliya boshqarmasi tomonidan ro'yxatdan o'tdi. Hozirgi kunda mana shu bizlarning kengashimiz mana shu fondning vasiylik kengashiga tenglashtirilgan. Har qanday xarajatni shu kengash qarori bilan mana startaplarni moliyalashtirish, ilmiy ishlanmalarni moliyalashtirish, ijtimoiy loyihalarga qaratish, bular hammasi kengash muhokamasiga chiqariladi, muhokama qilinadi, ularning roziligi bilan shu mablag' ishlatiladi. Manbasi shu kengash a'zolarining ko'chirmalari. Shaffoflik qanday yo'lga qo'yilgan? Aytaylik, har bitta kengash a'zosi hisoblangan tadbirkor o'zini mablag'ini qanday ko'rib tura oladi? Birinchidan mana har qanday nodavlat notijorat tashkilotidagi taftish komissiyasi bor. Kengash a'zolaridan tuzilgan. Ular mana shu ishlatilgan mablag'larni ko'rib chiqishadi. Buxgalteriya hisobi
moliyaviy hisobot hujjatlaridan dastlabki hujjatlardan ko'rib chiqishadi. Shunga qarab baho berib, yilda bir marta kengashga axborot beriladi. Mana bu kungacha 22, 23, 24-yillar hisobotlari kengash a'zolariga ochiq qilib berildi. Kimdan qancha tushgan, qaysi yo'nalishlarga qanchadan sarf qilingan, hammasi beriladi. Yana eng asosiysi o'sha xarajat qilishdan oldin ulardan ruxsat olinadi. Startap bo'ladigan bo'lsa, u necha mudda qancha oyga berilyapti, mablag'i qancha, uning ijrosi qanday va shu startapni loyihani amalga oshirganlar kengashda axborot beradi. Mana Samarqand televideniyadagi loyihamiz birinchi bosqichi o'rnatilib teleko'rsatuvlar boshlanganda telekompaniyamiz rahbari Dilmurod Ismatov kengash a'zolariga mana shu loyihani amalga oshirish haqida axborot berdi. Xuddi shunday boshqa loyihalar ham shaffoflik shu orqali ta'minlanadi. Ularda savol tug'ilishi mumkin, a'zolarda sarflanishi bo'yicha. Albatta ularga javob beriladi. Hisobotsiz bironta so'm qolmaydi. Menimcha mana bu shaffoflik kengashni erkin ishlashi uchun, kengashga pul o'tkazganlarning xavotiri bo'lmasligi uchun shaffoflik juda zarur. Shaffoflik va hisobdorlik. Bu bizning asosiy qadriyatlarimizdan bittasi. Bir yilda qancha miqdorgacha mablag' ajratish salohiyatiga ega jamg'arma? Aytaylik, startaplarni moliyalashtirish va boshqa bir maqsadlarga sarflashda qancha miqdorgacha mablag' sarflanadi? Bizlar erkinlik bo'lishi uchun unaqa katta moliyaviy reja qilmaganmiz. Tushumlarga qarab loyihalarni tavsiya etamiz. Agar loyiha tavsiya etilganda mablag' yetmasa, qo'shimcha mablag' jalb qilamiz. Mana bizlar 24-yilda Samarqandda ishlab chiqarilgan mahsulotlar katalogini tuzdik. Bu katalogda biz 400 dan ortiq Samarqand viloyat korxonalarining ma'lumotlarini joylashtirdik. Har bitta korxona bo'yicha ishlab chiqarayotgan mahsulotlari, ularga ketadigan xom ashyolar miqdorlarigacha qo'yib, o'sha savdo bo'limining aloqalari ancha takomil katalog ishlab chiqdik. Uning elektron versiyasini ham ishlab chiqdik, saytda joylashtirdik. Mana shuni jarayonida bizga 150 million pul kerak bo'ldi chop etish uchun. 500 nusxada chop etdik. Bizda shunda kengashimizda e'lon qilganda a'zolar mablag' to'lab berishdi. Biz uni chop etdik. Bugungi kunda hozir respublikada eng takomil kataloglardan bittasi. Uning yangi versiyasi ustida ishlayapmiz. Bu ham bizning bitta ijtimoiy loyihamiz. U o'zimizda ham qo'limizda turibdi. U katalog juda ham manfaatdor bo'lgan, chunki o'sha korxonalarda bir-biri bilan o'zaro kooperatsiya aloqalarini ham yo'lga qo'yishga ahamiyati katta. Mana shu haqda ham bir fikringizni batafsilroq yoritishingizni istardim. Mana shu kengashning vazifalaridan bittasi tadbirkorlar o'rtasida o'zaro kooperatsiya aloqalarini yo'lga qo'yish. Bu katalogdan tashqari yana qanday tizimli yo'llar belgilangan? Yana shu katalogga qaytadigan bo'lsak, mana shu katalog chiqqandan keyin albatta birinchi navbatda a'zolarga tarqatildi. Palata bo'linmalariga tarqatildi, tuman, shahar hokimlariga tarqatildik, manfaatdor tashkilotlarga. Hattoki kengash a'zolari ko'p mahsulotlarni Samarqandda ishlab chiqarishdan bexabar ekan. Dedi, bu mahsulotlar o'zimizda chiqarar ekan, nima qilaman men buni Toshkentdan yoki boshqa viloyatdan olib kelib. Bu yerda sifat, narx hammasi to'g'ri kelib, ayniqsa transport xarajatlari boshqalari bo'lmaydi bu yerda. Ko'p o'zaro kooperatsiyaga katta turtki bo'ldi bu katalog. Undan tashqari biz mana shu o'zimizning yig'ishlarimizda ham u yoki bu korxona a'zo bo'layotganda u korxona haqida biz axborot beramiz. Mana shu misol uchun Asiya Tekstil Karpet korxonasi gilam mahsulotlari ishlab chiqaradi. Gilam mahsulotlari ichida mana bu o'ziga xos elementlari bor, dizaynlari bor yoki turlari bor. Uni ishlab chiqarish quvvati mana shuncha, falon joyda joylashgan yoki o'rama qoplar ishlab chiqaradi. Har qanday ishlab chiqaruvchi uchun qop juda kerak. Uning turlari, boshqalari juda ko'p. Mana shu korxonani a'zo qilganda biz tavsiya qildik. Hozir ko'p korxonalarimiz shundan olishadi. Mana bu kooperatsiya aloqa albatta bu har qanday tadbirkor uchun sotish kerak mahsulotni. Realizatsiyaga yordam beradi va uni sotib oluvchi ham manfaatdor, chunki shu xaridorga narxda, sifatda va qisqa muddatda mahsulotlar yetkazib berilgan. Mana shu tomondan kooperatsiyaga ham biz yordam beramiz. Undan tashqari katta korxonalar atrofida kooperatsiyaga moyil tadbirkorlarni jalb qilamiz. Mana misol uchun Samavto korxonasi atrofida 12 ta korxonani birlashtirib, shu Samavtoga ko'p butlovchi buyumlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdi. Bu mahalllashtirish, ish o'rinlari va albatta mahalliy iqtisodiyot. O'zi tug'ilib o'sgan mahalla, o'zi o'qigan maktabni ta'miriga, obodonchiligiga
yordam berish fondning asosiy qadriyatlaridan hisoblangan ekan. Bu tadbirkorlarga nima beryapti? Bu ma'naviy qanaqadir qoniqishdan tashqari. Albatta biz mana shu ijtimoiy loyihalarni e'lon qilib olamiz. Ko'p tadbirkorlarimiz kamtar, ko'p e'lon qilishmaydi bu narsani, lekin biz uni bildirib boramiz ham jamiyatgaki, mana shu korxona falon maktabni ta'mirlab berdi. Falon maktabni yangi binosini qurdi. Falon bog'chaga o'yinchoqlar tashkil qilib berdi. Nima uchun bu kerak? Chunki joriy ishlarda hamma band bo'lib, hayotning bu tomoni ko'plarning yoddan chiqadi. Ayniqsa biz urg'u beramiz o'zini bitirgan maktabiga, o'zini bitirgan oliygohiga, o'zi tarbiya olgan bog'chaga, albatta o'zi yashayotgan mahallaga. Kengashimizning a'zolarining aksariyati yuqoridagi yo'nalishlarda faol. Bu faolga biz ham hissamizni qo'shib, shu ilg'or tajribani ommalashtirish, ko'mak berish, qayda g'oya berish. Qo'shrabot tumaniga ko'p tadbirkorlar uzoq mahallalarga yordam berishni boshlashdi. Shunda tadbirkorlarimizdan Zafar To'rayev Chinoq mahallasida o'z ixtiyori bilan maktabni, mahalla markazini ta'mirlab, yangi qishloq vrachlik punktini qurib, yana 10 ta tadbirkorlik subyektiga bino yaratib berdi. Biz kengashimiz tomonidan buni qo'llab-quvvatladik. Qaysi tomondan? U hamma qurilishni, boshqa obodonchiliklarni qilyapti. Biz mana shu joyga borib, o'qituvchilarni malaka oshirishni tashkillashtirdik. Tumanning uzoq bir maktabida malaka oshirishni yo'lga qo'ydik. Shu o'qituvchilarni dunyoqarashini kengaytirish uchun shu tadbirkorimiz yordamida tashkil etib Prezident maktabini kelib ko'rsatdik. 71-maktabni ko'rsatdik, yangi qurilgan. Yangi zamonaviy maktab qanday bo'lishini, qanday qilib o'quv dasturlari tashkil qilinyapti, qanday muhokama qilinyapti. Mana hozirgi kunda mana shu Qo'shrabot tumanidagi Chinoq mahallasi eng obod maktablardan bittasi. 2 ta qo'shimcha kompyuter sinfi ta'mirlashdan tashqari, yangi sport zal, uning atrofida ko'kalamlashtirish, qarib 2 kilometrdan ortiq maydonda yo'l asfaltlanib, yangi qishloq vrachlik punkti ishga tushdi va tadbirkorlik subyektlari faoliyatini boshladi. Shu mahalladagi ehtiyojmand oilalarga tadbirkorlik ko'nikmalari. Mana bu ijtimoiy loyiha, mana shu ma'naviy ozuqa bilan birgalikda o'zini qilgan mehnatining natijasini ko'rib quvonish. Bu mana shu Samarqand tadbirkorlariga xos xislatlardan bittasi. Biz mana shu yaxshi tajribalarni targ'ib qilib, shu maktablarning ochilishida va shu yerda bir qator ehtiyojmand oilalarni yosh bolachalarga sunnat qilib berishni hammasida ishtirok etib, tadbirkorning yonida turib berganmiz. Yuqorida ta'kidlab o'tib ketdingiz, ustoz shogirdlik an'anasi. Bu ham shu fondning, bu ham shu kengashning ustuvor vazifalaridan bittasi ekan. Bu qanday bir tizimli yo'lga qo'yilyapti? Tizimli ishlarda birinchi u yoki bu yo'nalishi rivojlangan korxonalarda tajriba almashish. Mana Samarqandda xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan qo'shma korxona O'zbat, O'zbekiston, Amerika, Britaniya qo'shma korxonasi, Samarqand sigareta fabrikasi bor. Hozir nomlanishi sal boshqacharoq. Mana shu korxonada kadrlarni tarbiyalash, ularga motivatsiya berish, tanlash, o'rniga qo'yish va karyerani rejalashtirish juda yuqori darajaga qo'yilgan. Bizlar mana shu korxonalarimiz kadrlar bilan ishlaydigan bo'limlarni shu korxona tajribasidan almashishni olib borib o'qitib, ko'rsatib, taqdimotlarni qilganmiz. Yana bitta narsa, kengashimizga biz bugungi kunda nafaqat korxonalarning ta'sischlarini, ularning farzandlarini ham chaqiryapmiz. Chunki yoshi katta tadbirkorlarimizdan tadbirkorlik ularning ishlarini davomchilari, farzandlari qabul qilib borishyapti. Ular ham shu muhitga qo'shilishib, shu muhitdan nafas olib, o'zlarining g'oyalari bilan, taqdimotlari bilan chiqishyapti. Va albatta mana shu u yoki bu korxonada tanqis bo'lgan mutaxassislarga biz maslahat uchun boshqa korxonalarni misol uchun yuboryapmiz. Injenerlik kadrlarimiz juda kam, injenerlarimiz kam. Korxonalarda ehtiyoj bor. Hozirgi kunda injenerlik lavozimida ishlayotgan tajribasi kam bo'lgan korxonalarni biz ustoz shogird an'anasi bilan yuboryapmiz. Undan tashqari mana hozir yangi tashkil qilingan Kasb-hunar agentligi muassasalarini biz tadbirkorlik subyektlariga berkitishni boshladik. Bog'baland Kasb-hunar maktabini Stikloplastik korxonasiga bir oy oldin bu ishni boshladik. O'sha svarshiklarning amaliyotini tashkil qilib, o'sha yerda ustoz amaliyotda ancha yildan tajribasini oldida bitta ikkita o'quvchilarni qo'yib, o'sha amaliyotni o'sha yerda ustoz shogird tamoyili bilan ko'rish, nazariyani maktabda olib, amaliyotni u yoqda o'tib. Shuni hozir kengaytirish taraddudidamiz. Bu yo'nalishga tegishli qarorlar chiqqan. Mana shunda kengashimiz a'zolari ham bunda faol, chunki
ularga kadr kerak. Siz bilan bizga farzandlarimiz xorijga ketmasdan o'zimizda ishlashi kerak. Chempion, saxovatpesha, sardor kabi tadbirkor nomlanishlari, bu nominatsiyalarmi shunchaki tadbirkorni e'tirof etishmi yoki bu qanaqadir tizimmi bu? Endi bilasizmi, ko'pincha bu narsalar shu jarayonda paydo bo'lgan holatman deb hisoblayman. Chunki har qanday insonga e'tirof kerak. Yaxshi amaliyotda e'tirofi hamma vaqt bu kelajagi bo'ladi. Hammamizga ma'lum, 23-yil yanvar oyida katta bir ofat keldi, sovuq havo. Bir hafta mobaynida ko'p jabrlanganlar bo'ldi. Mana shuni boshlanish paytida kengashimiz a'zolari tashabbusidan chiqib xalqimizga yordamga shoshildi. Bir kechani o'zida fikrlar to'planib, o'sha kuni e'lon qilinib, 12-yanvar kuni biz 13-yanvardan xalqimizga yordamga kirishdik. Qaysi korxona issiq kiyim, qaysi korxona issiqqa uradigan pledlar tikishni boshladi. Ko'p korxonalarımizda jonivorlar haligi so'yilib, go'sht, boshqa mahsulotlar tarqatishi boshlandi. Hisob raqamga tushgan pullarga biz ko'mir xarid qilib xalqimizga ko'mir yetkazdik. Albatta, uning hisobga olingan, hisobga olinmagan tomonlari ko'p. Bizlar mana shuni kengashimizda kim nima qilganini aytib, ularning saxovatpeshaligini yana bir ko'rsatdik. Ikkita yo'nalishda chempionlarimiz bor. Bu birinchidan eng chempionlar ko'p ish o'rni yaratgan tadbirkorlar. 15, 16, 22 minggacha tadbirkorlik subyektida ish o'rni yaratganlar bor. Bular bizlarning chempionlarimiz. Yana chempionlarimiz bor. Mana bu barqarorlik reytingida soliq idorasi tomonidan kiritganda 3 ta A ko'rsatkichga ega bo'lgan, qonunchilik soliqlarni vaqtida to'laydigan, soliq intizomiga rioya qilinayotgan tadbirkorlarimiz. Ular bilan biz faxrlanamiz, ularni biz e'tirof etib kelamiz. Albatta, sardor korxonalariga yangi mahsulotlar ishlab chiqarayotgan, yangi sexlarni ochayotgan sardor korxonalarga biz kengash a'zolarini taklif etamiz. Har bir yangi sex, yangi korxona ochilganda butun kengash a'zolari borib uni e'tirof etadi, uni qutlaydi, duo berishadi. Bular hammasi mana shu hamjamiyatimizning nomoddiy aktivlari deb hisoblaymiz. Buni o'sha saxovatpesha tadbirkor, chempion tadbirkor, sardor tadbirkor sifatini e'tirof etadigan biron bir belgi bormi? Qanaqadir bir sertifikat beriladimi, diplom beriladimi yoki ko'krak nishonlar beriladimi? Qanday e'tirof etiladi? Endi e'tirof etishda biz 2023-yilda birinchi bo'lib sanoatchilar forumini tashkil qildik kengashimiz tomonidan. Shunda e'tirof etish vositasi sifatida ularning ko'rsatkichlarini oldik. Misol uchun eksport ko'rsatkichlari eng yirik eksportyor, ularning eksport geografiyasiga, boshqasiga qarab kengash a'zolari baho berib, mahallashtirgan yangi mahsulotlarni ishlab chiqarganlarning e'tirofi. Katta yirik korxonalarga alohida nominatsiyalar, kichik korxonalarga alohida nominatsiyalar. Keyin mana shu saxovatpesha tadbirkorlarga ham 1 yil nominatsiya qilib, ularga ham 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali deb topshirganmiz. Chiroyli bir statuetka, yozuv, e'tirof, ko'pchilik oldida tabriklash. Sanoatchilar forumi keyingi yillarda ham bo'lib, keyingi yillarda ham biz o'sha oldingi yildan ko'rsatkichlarga qarab, u yoki bu yo'nalishda yutuqlarga erishgan tadbirkorlarimizni e'tirof etib kelyapmiz, buni davom ettiramiz. Chunki qilingan ishni e'tirofi, qadrlanishi tadbirkor uchun juda muhim. Tajribamizda ham bo'ldi. O'zmet loyihasining qaysi bir sonini tasvirga olish jarayonida Samarqand Golden Checkpist korxonasida edik. Baxtiyor aka Beknazarov bilan bo'layotgan suhbatda biz ham shu kengashga a'zomiz deb faxrlanib gapiryapti-da. Katta tajribali tadbirkorlar qatorida bo'lishni istaymiz. Biz ham chempion tadbirkor bo'lishni istaymiz deb bir faxrlanib gapirganda, hozir suhbat jarayonida shu narsa esimga tushib ketdi-da. Mana bu tadbirkorlar kengashi, mana chempion ustozlarimiz shu yerda birgalikdamiz. Biz uchun bu sharaf. Men ham havas qilaman shunaqa chempion tadbirkorlarimizni yonlariga qo'shib, ming odamlarni ishlatib, ularni baxtli qilishga, bir kasbdor qilishga, hunarmand qilishga bir harakatimizni, belimizni bo'ylaganmiz. Men o'ylaymanki, har bir kengash a'zosi tajribali, katta bir yirik korxona rahbarlarining, tajribali tadbirkorlarning faoliyatiga bir havas hissi ko'proq deb o'ylayman menimcha. Aynan shu tadbirkorlar o'sha kengashning faoliyati kengayayotganini ham bir shuni asosiy omili bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zaro birdamlik, samimiylik, ochiqlik. O'zimizni shiorimizni ham biz belgilab olganmiz. Birgalikda yaxshi o'zgarishlar sari deb. Birgalikda. Albatta, har bitta tadbirkor boshqa tadbirkor qilgan xatoni takrorlamaslik uchun tajriba almashish kerak. U yoki bu ishni
vaqt jihatdan yutib oldinroq qilish mumkin kam yo'qotish bilan. Va albatta shunaqa tadbirkorlikning masalalari borki, muammolari borki, u hammaga taalluqli. Uni bitta tadbirkor hal qila olmaydi. Mana shu kadrlar tayyorlashni deylik yoki misol uchun davlat idoralari bilan munosabatlar. Mana hozir elektr ta'minotida muammolar bor bilasiz. Mana shu o'zaro elektr ta'minotchi bilan tadbirkorlik subyekti elektr xaridori bo'ladigan bo'lsa, o'rtadagi qonuniy munosabatlarni muvofiqlashtirish. Xuddi shunday boshqa tashkilotlar bilan o'sha qonunda berilgan vakolatlarni, qonunda belgilangan munosabatlarni o'rniga qo'yishda bu juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun bunga mana shu birgalikda berilgan yechim u katta ahamiyatga ega. Shuning uchun mana misol uchun agar respublikamiz miqyosida oladigan bo'lsak, ko'p sohalarning rivojlanishi uyushmalarga bog'liq. Mustaqillik yillarida boshlanib, ayniqsa oxirgi 8 yilda juda tez rivojlangan soha elektrotexnika. Uyushma bo'lmasa bu narsaga erishib bo'lmasdi. Nima uchun? Chunki ilg'or tajriba, fikr almashish, muammolarni o'rtaga qo'yish, tizimli muammolarni davlat darajasiga olib chiqish uyushma qiladi. Bu jamoat tashkiloti. Bu elektrotexnika tashkilotlarining ixtiyoriy birlashmasi. Agar bundan 10 yil oldin agar ular soni 30-40 ta bo'ladigan bo'lsa, hozir 200 dan ortiqcha. Bitta Samarqandimiz o'zida 30 dan ortiq elektrotexnika korxonasi. Mana ularning eng oldingi bor ekan safdaklardan Ferri korxonasida biz davlatimiz rahbarini qabul qildik. O'sha yerga namoyish qildik yutuqlarimizni. Mana bular hammasi shu uyushmalarning roli. Kengash ham bitta uyushma. Tadbirkorlarni tizimli muammolarni ko'tarib chiqish. Agar bitta tadbirkorning muammosini ishlash uchun bunaqa kengash zarur emas. O'zaro maqsadlarning mushtarakligi-da bu. Albatta. Misol uchun tadbirkor bu yerda erkin o'zini fikrini ayta oladi. Mana o'zimning telefon raqamda 24/7 kengashimiz a'zolari har qanday masala bo'yicha har qanday holatda ham chiqishadi. Qayerda maslahatim bilan, qayerda o'zimning ishtirokim bilan ularga yordam berishga harakat qilamiz. Haqiqatan ham mana hozir men suhbatchilar yonida juda ko'plab ma'lumotlarni oldik-da. Oldinlari mana shu 2021-yilda tashkil etilgan kengash faoliyati, bugun bu korxonada kengashimizda maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu yoqda bo'lib o'tdi degan holatlarni biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rib qolardik yoki televideniya orqali ko'rib qolardik, lekin kengashning bunchalar bir samarali faoliyati haqida bir chuqur ma'lumotga ega emasdik. Aynan mana shunday kengashning samarali faoliyatini targ'ib qilish, keng jamoatchilikka yetkazish mexanizmi qanday bo'lyapti? Bu masalada ayniqsa bizda hozircha biz o'zimiz sezyapmiz, bo'shliq bor. Hozirgi kunda biz endi mana shu jamg'armamiz deymiz, kengashimiz deymiz, uni saytini ishlab chiqyapmiz. Barcha ma'lumotlarni o'sha yerga joylashtirish, bu kungacha bo'lgan voqealarni tarixini qo'yish va yangi tadbirlar haqida e'lonlar berib borish. Undan tashqari o'zimizning mahalliy televideniyada chiqishlarni qilganmiz va har bir kengashimizning borishini mahalliy ba'zilarini markaziy televideniya orqali yoritganmiz va yoritib boryapmiz. Albatta bular yetarli emas. Kengashimizni faoliyati haqida hali ko'pchilik bilmaydi. Biz o'ylaymizki, mana bu O'zmed dasturi ham bu kengashning faoliyatini yoritib, o'z hissasini qo'shadi. Bu cheksiz jarayon, uni kuchaytirishimiz kerak. Bizning asosiy maqsad mana shu viloyatimizni tadbirkorlik muhitini yaxshilash, investitsion jozibadorlikni oshirish va tadbirkorlikni o'sha yurtboshimiz talab qilganlaridek jadal rivojlantirish uchun qanaqa to'siqlar bo'ladigan bo'lsa, shular haqida baralla aytish, ochiq oydin aytish, o'shani yechimini qidirish. Albatta davlat idoralari bilan birgalikda. Biz mana shu tadbirkorlarning muammolarini tizimlashtirib, ularni yechimini qidirishda viloyat, respublika tashkilotlariga tayanamiz. Ularni misol uchun qarorlarda ko'rsatilgan ko'p jihatlarni ijro etishga da'vat qilamiz va albatta tadbirkor hozirgi kunda jamiyatning sezilarli qatlami, uni nufuzini oshirib borishimiz kerak. Tadbirkorga biz qanchalik yordam bersak, uning yonida turib bersak, uning yaxshi amallarini e'tirof etib borsak, albatta u ijodkor. Yirik mamlakatlar tarixini bilamiz. Shularni o'zgartirgan tadbirkor. Bizlarning tadbirkorlar ham hech qolishadigan joyi yo'q. Mana keyingi o'zgarishlarni, ayniqsa ijtimoiy o'zgarishlarni iqtisodiy asoslari bu o'sha tadbirkorlikni rivojdan kelgan soliqlar, to'lovlar, homiylik mablag'lari. Mana shu hozir biz ham fondimizning yangi Samarqand deb ataganimizning ham ma'nosi biz yangi Samarqand qurish uchun, yangi O'zbekistonning bir faxrlanarli qismi bo'lish uchun mana shu tadbirkorlarimizning
imkoniyatlarni yo'naltirmoqchimiz. Haqiqatan ham bu o'zmedni maqsadi ham kengashdi faoliyatiga mushtarak sababi o'zimizda made in O'zbekiston brendi ostida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar birinchi o'rinda bir xalqaro maydonga tanishtirish qolaversa, o'sha mahsulotni orqasida qancha mehnat yotibdi, qanday qilib ishlab chiqarilyapti, mana shuni ichidan bir ko'rsatib borsak, o'ylaymanki keng jamoatchilikka yana ham qiziqarli va manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Qolaversa, mana siz aytgan katalog e'tirof etib ketdingiz. Bu katalog o'zaro bir kooperatsiyani, aloqalarni yo'lga qo'yishda, ya'ni yaqinlashtirishda juda katta rol o'ynadi deb o'ylayman. Bu yerdan hech qancha tadbirkor kirgani? Hozir 406 ta, hozir yangi versiyasida yana 200 ga yaqin tadbirkor qo'shilyapti. Albatta bu ixtiyoriy, lekin bizlar ma'lumotlar to'liq bo'lishi, fotosuratlari sifatli bo'lishini so'rab qolamiz. Shuning uchun jarayon sal oz-moz davomiy bo'lyapti. Bu tadbirkor uchun pulsiz reklama. Ko'plar bunda ishtirok etishga xohishi bor. Biz o'ylaymizki, bu ham bizning ijtimoiy loyihalarimiz davomiy bo'ladi. Uning elektron versiyasi ham, qog'oz versiyasi ham biz boyitib boramiz. Kutib qolamiz bu katalogni, chunki o'zimizga ham juda ham foydasi tegyapti. Biz bilmagan tadbirkorlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lyapmiz. Men o'ylayman, buni tiraji ham ko'payish kerak. Boshqa hududlar ham buni ko'rsa, menimcha bu tajribani o'zida qo'llasa kerak deb o'ylayman. Endi mana shu biz chop etganimizda, prezident administratsiyaga berganimizda, davlatimiz rahbariga yetkazganlarda u kishi tavsiya berdilar. Hamma viloyatlar shuni ko'paytirsin, chiqarsin, juda yaxshi ish bo'libdi deb e'tirof etganda, biz hamma viloyat hokimlariga yetarli nusxadan yetkazganmiz. Ko'plar menimcha boshlagan bo'lsa kerak, chunki tadbirkorga yordam uning mahsulotini sotishga yordam. Bu esa asosiy vositalardan bittasi. Demak, bu jamg'arma faoliyatini, kengash faoliyatini haqiqiy bir Samarqand tajribasi deb e'tirof etsak bo'ladi, to'g'rimi? Menimcha shunday. Kengashda va jamg'armaning kelgusidagi rejalari qanday? Endi biz albatta tizimli yordam berishni davom etamiz. Hamma o'zimizning uchrashuvlarimizda, tashkil etilgan uchrashuvlarda biz tadbirkorlik faoliyatiga bog'liq viloyat tashkilotlarini, rahbarlarini jalb etishni davom ettiramiz. O'sha muammolarni tezkor hal etish uchun. Yana bitta yo'nalish, biz mana shu oliy ta'lim muassasalari bilan tadbirkorlarni o'rtasida ko'prik bo'lish imkoniyatlarini kengaytirmoqchimiz. Chunki bu kungacha qilgan ishlarimiz yetarli emas. Hozir oliygohlar rahbariyatlari bu narsani ehtiyojni bizga bildirib borishmoqda. Shu paytning o'zida tadbirkorlarda ham bu narsaga ehtiyoj bor. Mana oddiy laboratoriyani olaylik. Laboratoriyani jihozlash juda qimmat narsa. Asosan xorijdan qurilmalar keladi. Mana veterinariya meditsinasi universitetida 8 million yevroga teng laboratoriya shakllantirilgan. 11 ta xonada turli mana shu qishloq xo'jaligi, chorva deysizmi, yer tahlili deysizmi, umuman qishloq xo'jaligiga zarur bo'ladigan ko'plab tahlillar qilinishi mumkin. Bizlar mana shu tadbirkorlarni kengashda mana shu a'zolarni buni laboratoriya bilan namoyish qilib, hozir ular o'zaro hamkorlikni boshlashgan. Shunaqa laboratoriya hozir arxitektura qurilish universitetida shakllantirilgan. Bu keyingi qadamimiz. Chunki ertangi kun bu sifatli mahsulot bozori, raqobatbardosh eksport qilsangiz ham va albatta narx masalasi ham bo'ladi. Mana shu izlanishlarda oliygohlar laboratoriyalari, oliygohlar olimlari juda kerak bizga. Shuning uchun mana bu o'rtada ko'prik bo'lishda juda ham faol bo'lmoqchimiz. Bu aksariyat korxonalarimiz shu narsani so'rayapti. Albatta ularga mana shu ko'prik bo'lishda kadrlar tayyorlashga yordam berish. Yordam deganimizda mablag' emas, ishtirok bilan. Misol uchun biz mana shu talabalarga o'zimizni yirik tajribali tadbirkorlarimizni uchrashuvlarni tashkil qilmoqchimiz rejamizda. Ikkinchi yo'nalish mana shu tadbirkorlik subyektlarining mutaxassislari o'quv dasturlariga o'z qo'shimchalarini amaliyot nuqtai nazaridan tavsiyalarni berishlari, boyitishlari va albatta o'quv bazasi sifatida korxonalarga tashriflarni ko'paytirish. Mana bu bizning yaqin oylardagi ishlarimiz. Yuqorida men aytganim mana shu kasb hunar agentligi orqali ham o'rta zveno mutaxassislarini korxonalarga jalb qilish, ularni tarbiyalash. Hattoki korxonalarimizda o'quv sinflarini tashkil qilish. Mana shu o'quv sinflarida ham shu balkim o'qitishlarni ham shu joyda, ba'zi o'qitishlarni joyida qilib, keyin o'sha amaliyot bilan o'sha yerda joyida bog'lash. Avvalo suhbat uchun katta rahmat. Rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymizki, mana shu suhbat barcha uchun bir manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling.